Assalomu alaykum aziz birodarlar. Mana aravalarimiz zakaz bo'ylab ketyapti, Andijonga jo'natyapmiz. Biz o'zimiz Farg'onaning Chimyonidamiz. Mana lislari ikkala yoni oldi turlida bo'lgan. Keyin mana diskalariga ham e'tibor beringlar. O'ta baquvvat diska qo'yilgan. Stupitsalari ham o'ta baquvvat qilingan mana aravalar. Aravalarimiz keyin yana bitta qulay tomoni oldi ham konteyner ruchkadan bukilganda. Bu nihoyatda baquvvat, uzilmaydi, bukilmaydi. Ruchkalarimiz ham konteyner. Mana akalar nima qilishar ekan? Prokatga berishar ekan aravalarni, shuning uchun bizga zakaz qilishdi. Qalinliklariga e'tibor beringlar. Turli list taqib berdik. Oldi ruchkasini ham konteyner ruchka qildik. Keyin stupitsalarni ham zavodskoydan qo'ydik. Hamma yo'g'iga 3 yilga garantiya berib sotdik. Agar biror joyi buzilib bir narsa bo'lsa, o'zimiz remontini tekinga qilib beramiz. Kimga shunaqa aravalardan zaril bo'lsa, zakaz qilaverasizlar. Chiroyli qilib yasab beramiz.